kim bo'ldi ekan bu? O't. Yaxshi insonlar ham bor-da hayotda. Rahmat aka, rahmat, kattakon rahmat. Assalomu alaykum. Hali yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ben tanımadingizlar menimcha? Yo'q, tanimadim. Ana kuni mahallada bir chiqib o'tganingizda asosiy yo'lda men ketyaptim. Yo'l berib yubordim sizga. Nexikka. Ha, Nexikka. Ha, eringizlar. Ha, qanaqasiz? Ha, chiqib ulgurdingizmi ishlaringizga? Ha, yashang. Bir yaxshilik qildim-da endi. Choydan keyin oling. Xo'p, rahmat. Endi o'sha kuni bir yaxshilik qildim. Bir ikkita somsa olib bersangiz bo'ladimi deyman. Ikkita somsa berib yuboringlar, kachkaligidan. Kachkali emas, go'shtligidan bu. Ikkita go'shtli somsa aniq qo'ying. Ha, mayli, ikkita go'shtli berib yuboring. Sizga xalaqit bermayman, mana shu o'tirib bir chekada yeyman. Çay ne yaptı benim? Bo'ldi. Çay mı? Ha, qora choydan olasiz. Mayli aka, yoqimli ishlar. Pulini to'lab qo'ydim. Yoqimli ishlar. Mana choylarni ichib, bemalol. Yaxshi o'tiring. Do'stim, yaxshimisiz? Charchamang, tandingmi? Ha, tandim. O'sha kuni ikkita somsa olib bergan. Somsani eslayman, yo'l bergan. Menga hali shoshib turganda yo'l bergansizchi? Hadi nima qilibsiz o'zi? Tepsi kerak. Kech qilib tepsi yaxshi ketadi. Ikkita olmaz, menga bitta qo'shib oling. Hali o'sha yo'l bo'ldi, yo'l bergan. Buni menga bering. Ha, o'ziga aytib olasiz bizniki. To'lib olasizmi o'zingiz, ha? Ha, to'lab olaman. Ishonaman sizga. O'sha yaxshi bo'ldi, o'sha tadavvur. Bu yaxshilik chachon o'tmayman. O'zim to'lab olaman pulni. Ishqilib o'tgan kamar aka. Bismillahirrohmanirrohim. Qanday o'tib ketyapsiz? Qarasam mashina sirtdi. Nima bo'ldi ekan bir xabar olib qo'ydi, kirdim deb yoqqa endi. Siz men ketdim tushmagansiz aka. Yo'q, endi men ketizga chiqaman. O'sha odamga o'xshayman. Men bir odamga bir yaxshilik qilsam darrov eslab qolaman. Mana o'sha kuni yo'l berdim, ancha ishlaringiz bitib qoldi, men vaqtli ketdim. Ovqat nima ovqat yeyapsiz? Masala. Mazasi yaxshi ekanmi? Yaxshi. O'sha kunga qilgan yaxshiligingga bir masala berib yuborsangiz yaxshi bo'ladimi, bir? Yaxshisan, bitta masala berib yuboring shu akangga. Choy bilan ne? Choy non bilan? Hatto shu yerda o'tiribsizmi aka? Yo'q, mana Shu o'tirib qoling. Ya mayli, bitta chekada o'tirayman. Hozir berishim aka. Xo'p, rahmat. Lekin gap yo'q, rahmat. Aka, ovqat shirin ekanmi? Baraka top. Keyingi safar shu yo'lda chiqib qolsangiz yoki yo'l bermang, iltimos. Mana shu asosiy yo'lda kelayotgan bo'lsam ham yo'l bermang. Sizdan yashirin ovqatlanish jonga tegadi. To'g'ri-chi, xafa bo'lganga o'xshaysiz. Men o'zi o'sha kuni sizga yo'l berayotganda asosiy yo'l dedim. Orqamda ham qator mashinalar hammasi mana so'kib xuddi boshimni kundaga qo'ygandek turdim. Gamani so'ksa eshitib borib, sizni o'tkazib yuboraman. Aka, orqangizda itam yo'q edi-yu, barcha mashina yo'q edi. Nima yolg'on gapirasiz aka? So'kdim nima? Kimdir so'kdi lekin bor-ku. Keyingi safar barcha yo'l bermang aka, rahmat kattaga. Shu yaxshiligingizni unutmayman. Rahmat aka. Yomon bir past pishir bo'lar ekan, Qattan balo o'sha yo'l berdim.